shunaqa chiroyli kelin bo'pti. Voy, shunaqa chiroyli. Esingizda bo'lsa, men Instagramga olib chiqqanman. Terisi baliq teri, ya'ni ehtiyoz genetik og'ir kasallik bilan tug'ma qiz. Uni sizlar ko'rgansizlar. Odam baribir niyat qilsa har doim niyatiga yetadi. Har doim shu kelin ko'ylaklarni kiyib olgan, chiroylarni, kremlarimizni suryapti. Yaxshi ta'sir qildi. Dermaglin kremimiz bor. Hozir yangi innovatsion qilib chiqardik. Именно ehtiyoz, bulioz, epidermolis, genodermatoz kasalliklariga chiqardik. U ham surib boribdi. Nigor opa dedim. Zo'r deydi. Shunga men aytaman. Chiqadi deyman. Chiqadi. Sevib qoladigan inson по-любому chiqargan. Bu dunyoda Allohim har bitta odamni jufti bilan yaratgan ekan. O'shanga ham hech qachon tushkunlikka tushish kerak emas. Sevadigan inson chiqadi, unaqasiga ham bunaqasiga ham chiqadi. 30 yoshda ham chiqishi mumkin, 40 yoshda ham chiqishi mumkin, lekin chiqadi. Baribir Allohim berar ekan.